Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Savat Avto kanali obunachilar do'stlar. Bugun sizlarga navbatdagi reklamamiz zo'ridan Damas ko'rsatamiz. O'zbekiston sharoiti uchun zo'r ishlab chiqarilgan Damas avtomobili bo'ladi do'stlar. Yurgan yo'lindan o'zini pulini topib yuradigan avtomobil do'stlar. Holati zo'r 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari radnoy, metan gazlari bor. 4 ta 13 lik yumshoq balon qo'yilgan. Ichida kolonka, magnitofon bar, xullas hamma narsa qo'yilgan. Bir qator ko'rib tekshirib olaverasizlar. Shumkalari yo'q ekan. Holati zo'r, yomon chiroyli narsalar qo'yilgan. Mana kolonkalar bor. 56.600 km yuribdi. Holati zo'r. Antiradorlari bilan birgalikda durtdi bo'lsa, holati chokki. Orqa oynalar ham tonirovka qilingan, ko'rishingiz mumkin. Yozuvlar ham o'zgartirilgan. Xullas, zo'r qaralgan avtomobil do'stlar. Chiroyli, zo'r holatda durtdi. Metan gazlari bilan holati chokki, ko'rishingiz mumkin. Holati zo'r, 20-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil do'stlar. Narx ham zo'r do'stlar. Narxini keladigan bo'lsak, 70 million so'm aytilib turibdi. Ustida garashib, savdolashib olsangiz bo'ladi. Bu egadan 40 million so'm bersangiz, qolganini o'zaro dogovor asosida olsangiz ham mumkin. Bemalol ekranning pastida nomer turadi. Holati chotki, 20-yilda ishlab chiqarilgan. Narxi 70 million so'm, 40 million so'm bersangiz oldindan qolganini durora pryamoy egasidan kelishib olsangiz ham bo'ladi. Bo'lib to'lash sharti bilan. Holati zo'r. Ekranning pastida nomer turadi. Bemalol telefonlashib olishingiz mumkin. Like bosib, videoni Damas izlab turgan obunachilarga tashlab qo'yamiz.